Leksimizi devamlaştırmıyoruz. Hürmetli vatandaşım. Ben de leksimiz bunda. Los Angeles Vaqt Gazeti Jungo Amerika bilan urush qilishga tayyorlanib bo'ldi dedi mavzuliq xabar. E'lon qildi 8-oyning 7-kuni bu xabar Dovitor betida e'lon qildi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Jungo munosabati matbuotla izchil muhokama qiladigan temaga aylanib qoldi. Çavuşan meselesi bolsun, Janubi Dengiz meselesi bolsun, savdo urushi bolsun, her qaysi Amerika Jungo'nun çoğ devletine Amerika Jungo'nun iki çoğ devletine aylanıp ötep ketilmeydigan bol. Prezident Trump tebetirdi fikir kaldırıp köp qatam Jungo'nun Çavuşan meselesi de hiç qanda iş qilmaganligi to'g'risida og'irnib bad. Jungo armiya qurilgan kunda zo'r ko'lamli harbiy manevr o'tkazib Amerikaga nayt uçuk signal tarqatdi. Universal matbuotda 8-oyning 9-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo nurg'un sohalarda ham hamkorlashuvi, ham raqobatlashuvi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trumpning Jungo siyosati va yuqori palladagi harakatlari, Jungo qartilgan harakatlari matbuotlar diqqat qiladigan muhim temaga aylandi. Los Angeles Vaqt Gazeti 8-oyning 8-kuni zarur topilsa, Jungo Amerika urush etishga tayyor bo'ldi mavzuliq maqola e'lon qilib, maqolada mundaq ko'rsatdi. Jungoning 8-oyning 1-kuni armiya qurilgan kunida harbiy kuchni manevr orqali oshkorilishi shuni ko'rsatdiki, Jungo kelgusi harbiy to'qinishda g'alaba qilishga tayyorlanib bo'ldi. Prezident Trump Jungo'ga savdo urushi qo'zg'ash to'g'risida bir necha qatim tahdid soldi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Jungo'ning raisi Xi Jinping harbiy manevr orqali shundoq uchoq signal tarqatdi. Ya'ni agar Çavuşan yerim aralda urush portlaydigan bo'lsa, Jungo davlat mudofaasini qo'g'dashga tayyorlanib bo'ldi. Balki zarur topiladigan Amerika qarshi urush açıldı. Demek hozir Çavuşan yerim aralda urush qo'zg'alsa, Jungo Amerika qarshi urush açıldı deb ko'rsatdi Los Angeles Gazeti. Manver belki Amerika berilgan javobdir. Bu manver ishga Mongolda o'tkazilgan manver belki Amerikaga berilgan javobdir. Çünkü Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump Jungo'ning Çavuşan meselesida hech ish qilmaganligidan g'azablandi, norozi bo'ldi va Twitterda bevosita fikr qoldirib, Jungo'da umidsizlandim. Jungo Çavuşan meselesida hech qilmadi, quruq gap qildi xolos dedi. Biz bu gaplarni bu so'zlarni burungi leksiyalarimiz so'zlagan edik, biroq bu Los Angeles gazeti yana qayta stati elib sözlügellik için biz yani hadisler sözlüğümüz vatandaşlarım. Prezident Trump qattiq gap qaytirib, Çavuşanga g'azab va ot yalqini bilan zarba berimizdi. Mavzuli xabar 8-oyning 8-kuni Tayvan Markaziy axborot agentligi to'g'ri betida e'lon qilindi. Endi bu yangi xabar, mana qo'shimcha. Davomlashtiramiz, hurmatli vatandoshim. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump Çavuşanga ogohlantirib, yaxshisi Amerikaga tahdid salma. Bundaq bo'lmaydi ekan, tarixda misli ko'rilmagan bir holda ot yalqini va g'azabning zarbasiga uchraysan dedi. Prezident Çavuşanning rahbari Kim Jong-un prezident Trump kechiringlar, Çavuşanning rahbari Kim Jong-unni tanqidlab, normal holatdan olqib ketgan ig'ir tahdid paydo qildi dedi va ot yalqini g'azab sözünü iki kat demişler. Washington Post gazeti Devlet Müdafaa Axborot Orduning tahlili xabardan yani naql keltirib bundaq ko'rsatdi. Çavuşan raketa kichik tipli yadro o'q beshini o'rinlashtira oladi. Bu bir ilgirlashdir va kutgandan tez bo'lgan ilgirlashdir dedi. Bexatarlik komiteti Çavuşan'ı cezalash to'g'risida Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Bexatarlik komiteti Çavuşan'ı cezalash to'g'risida qaror chiqardi. Çavuşan bu qaror Çavuşan'ning yadro qurollarini taraqqiy qildirishni to'sib qola oladi.
Çavuşan söhbətlə rədd qıldı və Amerikaga öç eliş xarakterlik hərəkət qollanaman dedi. Nima dedi Çavuşan? Öç eliş xarakterlik hərəkət qollanaman dedi. Endi yana bir xabar qo'shimcha ko'rsataylik, surishtiraylik vatandoshlar. Amerika Davlat Majlisining a'zosi munda ikki xil ahvol ostida Amerika Çavuşan urushi portlaydi dedi mavzuli xabar 8-oyning 9-kuni Vanvetor betida e'lon qilindi. Xabar bundan boshlanadi. Matbuotlar Çavuşan kichik tipli yadro o'q beshi yasab chiqdi deb xabar qilgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump Çavuşanga qattiq ogohlantirish berdi. Davlat Majlisining a'zosi Lindsey Graham mundaq ko'rsatdi. Amerika harbiy harakat qo'llanishni tanlash yo'lida ketyapti. Graham CBS televiziyasiga mundaq ko'rsatdi. Prezident asosan bir qizil siziq sizib mundaq dedi. Çavuşanning yadro o'q beshi elib uchalaydigan raketaga ega bo'lishiga va Amerikaga hujum qilishiga va bu ishning yuz berish mutlaq yo'l qo'ymaydi. Prezident mutlaq yo'l qo'ymaydi. Bundaq tahdidga yo'l qo'ymaydi va bundaq tahdidni cheklaydi. Graham mundaq ko'rsatdi. Ikki xil ahvol ostida Amerika qurol ishlatadi. Birinchi, agar Çavuşan Amerikaning Guam oralig'i va boshqa harbiy bazalarga va Amerika Qo'shma Shtatlarining ittifoqdoshlariga hujum qiladigan bo'lsa. Ikkinchi, agar Çavuşan qit'alararo uchadigan raketani davomli taraqqiy qildirishga urinadigan bo'lsa. Graham yana mundaq ko'rsatdi. Agar dunyo Çavuşanni cheklamaydigan bo'lsa, Amerika bilan Çavuşan o'rtasida urush portlaydiganligini his qilyapman. Prezident Trump davlatni qo'g'dashni rayim muqimligining ustiga qo'ydi. Albatta shunday qilishi kerak. Graham yana mundaq ko'rsatdi. Prezident Trumpning ogohlantirishi hujum Jungo qiratgan signal. Jungo ikki yo'lning birini tanlab oladi. Jungo ikki yo'lning birini tanlab oladi. Yoki orqa o'ylisidagi saranga taqobil turdi. Jungo yoki orqa o'ylisida bir maydon urush portlashni kutib turdi. Bugungi leksiyalarimiz tamomlandi. Hurmatli vatandoshlarim, endi oxirida bir ikki jumla analiz qilaylik.